Assalomu alaykum. Bugun geometriyada 11-chi misolni ko'ramiz kanal kitobida. Demak, teng yonli ko'rsatib berilgan medianasi 5, yon tomoniga tushgan asosi 432, yon tomonini toping. Qanaqa topamiz bu yerda? Bu yerda biz bu a taqsim 2 bilan a taqsim 2. Agar mana alfa desak, bu yer esa 180 minus alfaga teng bo'ladi. Demak, shuni ikki tomonga qo'shilsa teoremasi qo'llaymiz. Birinchisi bu a kvadrat teng bo'ladi bu tomon. Bu tomon kvadratlari 25 plus a kvadrat taqsim 4 minus 2/10a taqsim 2 ko'paytirilgan kosinus alfa. Keyin bu 16 2 32 bo'ladi. 32 bu tomon 25 plus a kvadrat taqsim 4 va 180 minus kosinus alfa bu plus tomon ketadi. Demak 5a kosinus alfa bo'ladi. Endi shuni qo'shib yorsak a kvadrat plus 32 teng bo'lar ekan 50 bo'ladi. Bu yoqsa a kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Endi buni bu yoqqa o'tkazamiz. A kvadrat taqsim 2 teng bo'lar ekan. Buni bu yoqqa o'tkazsak 18. Ya'ni a kvadratimiz 36 bo'ladi. Bundan esa a'miz 6 lik chiqadi.